Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, yaqinlar kanalimiz a'zolari. Bugun mana 15-fevral 2026-yil navbatdagi bo'lgan chiroyli bo'lgan tunkani o'rab oldik. Bu labon egalari Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Azimobod qishlog'idan ketdilar. Bu hojibomiz labosiga mana ko'rib turibsizlar, polni atrofiga tunuka, poliga esa mana bunaqa rezinka tashlaganmiz. Mana bu joylari konteyner pollar bilan bo'lgan. Mana bu narsalar qattiq tegadigan bo'lsa hech qanaqasi bukilmaydi, qirilmaydi. Penopleksiya ham shunaqa holatda, yo'llari ham bukilgan holatda bo'ladi. Yonini sal to'xtatibroq qo'yingmi? Aha, albatta. Mana murojaat uchun mana bu ekrandagi raqamlarga bemalol mana sekinchilik to'xtatib turamiz. Ikkinchisi mana bunday shu nomerlarga bemalol telefon qilishingiz mumkin. Yo'llari ham 1,5 sm ichkariga bukilgan holatda, ochganda qo'lni kesmaydi. Orqasiga alohida tugasi bor. Rezinkalari ham alohida sotiladi. Mana bu joyga sondiqcha qo'yganmiz. Mana sondiqcha qulf holatda turibdi ekan. Qulf holatda ham ko'rsatib qo'yamiz. Yo'llarda mana loy sachirmasligi uchun bu sondiqchalar alohida sotiladi ham. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Bordon qishlog'i Setofor yaqinida bo'ladi. 1 soat, 1,5 soat ichida mana shu holatda o'rnatib qotirib beramiz. Kamchilik xatolari bo'lsa kommentariyalarga yozib qo'yishingiz mumkin. Fikrlaringni, yangiliklar bo'lsa bemalol yozib qo'yaverasizlar, aloqaga chiqaverasizlar. Chiroyli qilib kamchiliklarni to'ldirishga harakat qilamiz. Like bosishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.